Assalomu alaykum janob zolzalari. Navbatdagi darvozamiz Reflunka darvoza bo'ldi. Darvozamiz bilan tanishtirib o'tamiz. Egalari, to'g'ri darvoza qalay chiqibdi? Yaxshi. Yoqdimi? Yaxshi. Xo'p, darvozamizga keladigan bo'lsak, Reflunka darvozamizning 2 qavatli varianti bo'ldi. 2 qavatli varianti qanaqa bo'ladi degan mijozlarimiz uchun orqa taraflardan ko'rsatib o'tamiz. Zamogimizga keladigan bo'lsak, e'tibor berib qo'yasiz. Zuber zamok, yaxshi sifatli, changga ahamiyat beramiz. Orqa taraf mana shunaqa tekis holatda bo'ladi. 2 qavatli varianti. Stiklotra solingan. Shuncha holatda bo'ldi. Yopilishlariga ahamiyat berib qo'yasiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz pastda qoldiriladi.